Musa алейхиссалам тоғырсында мындай бір қыссы бар екен. Сіз бая рызық тоғырсы кеп қалдыңыз. Шу есімге мұш қыссы кеп қалды. Аллах Таала Musa алейхиссаламға бұйырады екен. Фирауынның қышығы бағын, фараонның қышығы ба. Оныңға менің тоғырсы, мен тоғырлық сөзлі. Мені тонышты. Bir Allah'tan başka Xuda yok deb it deydi ekan. Şunu bilan Musa aleyhisselam endi oydu жүгіртіп atdı Musa aleyhisselam. Oydu жүгіртіп Firavunның қышығы беріш uzaq yol. Xotun bal жақан ба. Ulanı qandaq qılman? Ulanı kimге тапшырма? Ulan asraş керек, beqish керек degenge o'xshash o'y keldi ekanda. Uyga berib kelishning o'zimi jiroq. Faraonning qishig'i berib kelish, uni o'lchandirish, balkim o'ltirish mumkin faraon, durustmi? Shuning bilan Alloh taolo: "Yo'q, Musa, sen Qizil dengizning bo'yiga bor" deydi. Qizil dengizning bo'yiga borsa deydi. Shunda Musa alayhisalom Qizil dengizning bo'yiga bordi. Tizing'ichi suvga kirdi deydi. Tizing'ichi suvga kirdi. Toshni ko'rib otamsa deydi. Shu yo'g'on bir tosh. Ashni ep chiqdi ekan. Shu yo'g'on toshni Musa alayhisalom ko'tirib ep chiqdi. Musa alayhisalom endi gavdalik odam bo'lgan. Qovul odam. Ashni ep chiqdi. Shuni bilan Hasan bilan toshni urdi ekan. Bismillah deb toshqa ursa tosh ikkiga yerildi. Taşның içinde yana bir taş. Onu mu urdu ediken? Onu bir urdu iken. O ikkiga bölündü iken. Şunun bilan içinden yana bir taş çıktı iken de. Taşның içinde taş, taşның içinde taş, taşның içinde taş bo'ldi da. Onu mu urdu ediken, onu urdu iken, o mu içilip içi qarsa bir haşaret. Bir qurt mu ya qo'ng'iz mu bir narsa chiqdi. Ağızda bir parça yem, bir kökni yavatqıdak. Şunun bilan tinşap baqanim deydi ekanda. Shuni qulog'i keltirib tinishsa, Subhana man yarani wa ya'rifu makani wa yasma'u lisani wa yarzuquni wa la yansani deydi ekanda. Subhanallah. Meni ko'rib turadigan, davomliq ko'rib, har qachon ko'rib turadigan zot Alloh taologa hamd sana. U pok deydi ekan. Mening makonimni bilib turadigan, meni ko'rib turadigan, menga rizq beradigan, meni anglab turadigan va meni hech qachon unutib qolmaydigan Alloh taologa ming shukr deb turibdi ekanda. Şunun bilan Musa alayhisalom shu vaqtda tushundi ekan. Rizq degan narsa moshundaq narsa ekan. Ya'ni rizqni Alloh taolo belgilab bekitib qo'ygan narsa. To'g'ri. Onun uchun eliqi jon talishning hojati yo'q ekanda. Endi jon talish g'ayrat qilish kerak albatta. G'ayrat qilamiz. Biroq eliqi muhim narsalarni qayirib qo'yib qilmaymiz-da. To'g'ri. G'ayrat qilamiz. Alloh taoloning yo'lida balalarimizni beqishimiz kerak deb g'ayrat ko'rsatamiz, biroq oshur etmaymiz ekanda. Oshur etishga yo'l yo'q ekan. Shuning hozir mana qo'yib qoldik-ku endi. Ba'zi birimiz hammamizning emas. Ba'zi birimiz pul tepelib balalarimizga yetadi. Navrilarimizga yetadi. Chavirlarimiz nima edi deb vayim qilib yuribmiz. Shuna bo'lib qoldik hozir. Ularning rizqi sening qo'lingda emas-da. Alloh taolaning qo'lida bo'lgandiki, onu Allah'a topshirish kerak. Haqiqat. Muhim bo'lgan tarbiya bo'layotgandiki, mayda payg'ambar alayhisalom tarbiyani gapini qilgan bo'lgandiki, albatta tarbiyaga jiqaroq ko'ngil bo'lishimiz kerak ekanda, qarim.